Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Akalar, ukalar, opalar. Mana biz Xudo xolasa ertalabda yana mehnatimizni boshladik. Mana shu kottejni mana Xudo xolasa qo'ldan kelganicha bitkizyapmiz. Xudo xolasa. Shkaturka, shpaglovka, traventin shunaqa xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa. Mana bo'z akamga unov bering, bunov bering. O'zi qiynalib nima qilasan yigitni? Temur akamga o'xshagan yigitlar bilan yursang bo'lmaydimi? Nima deganing bu? Ha mayli, ruxsor, men ketdim, gaplashamiz degan. Mana ustalar, mana ustalar. Ustajonlar. Kataloglar uni Xudo xolasa zaldiga bityapti. Ha, katta ustalar. Xonani ham qatalab. Usta akalar nima deysizlar? Bu Rossiyaga borib ishlaganimiz yaxshimi yo shatda ishlaganimiz yaxshimi? Shatda ham shu. Shatda bo'lyapti. Kelarasizlar. Yana katta obyektlar olganmiz. Kelarasizlar, Xudo xolasa mehnat bizdan. Rossiyada sovuq shetda ham bor. Xonamiz katalogimiz bityapti. Xudo xolasa. Mana qilib mana sovuqda tagimiz beton olma. Narigi ishlayapti, mushkachalarni yoqib olganmiz. Kataloglar hisob-tozi yarmi bitdi. Ikkinchi xonamiz mana Xudo xolasa. Bu xonamiz mana patologi bitgan mana Xudo xolasa. Dekor plus bo'lyapti. Mana xizmatlar bo'lsa Xudo xolasa. Yana kichkinagina xonachamiz. Endi buni qorong'ida ko'rinyaptimi yo'qmi sizlarga? Buni yana bitta xona, katta xona. Bemalol murojaatga chiqaverasizlar akalar, mehnat qilaveramiz. Sovuq demaymiz, issiq demaymiz, mehnat qilaveramiz. Bu dushovoy. Hammom. Hali bitgan yo'q. Mana yana bir kichkinagina xonasi. Xudo xolasa mehnatdan qochmaymiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Ha, bu akamiz ham sovuq demay, issiq demay katta usta bu mana. Eng glavni usta mana shu bo'ladi. Tochkani xo'jayini bu, tochkani xo'jayini. Mana shu basenni qilyapti mana shu tochkani xo'jayini, mana shu basen. Ha, anaqa o'choqlar ham qilaveramiz. Mana bu birinchi joyi. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Shunaqa pechkalar. Mana pechkalarni o'rtachaveramiz. Ha, yana bitta xonasi bor, Xudo xolasa. Mana bu qishki baseyni bo'ladi mana. Mana pastki qishki baseyni bo'ladi. Buni endi boshlaydi, Xudo xolasa, katta usta. İşte kelganlar ham bemalol basenga cho'milib ketilaveradi. Ustalarga omad. Pullarini barakasini bersin. Xonadonda egalariga
umrlarini uzoq qilsin. Ro'zg'orlariga fayz baraka bersin. Bizga o'xshagan ustalarni vaqtida rashod qilib pulini berib tursin. Hammani omadini bersin. Alloh panohida bo'linglar. Yana bir ko'rishamiz.